Xabaringiz bo'lsa kerak, shu yilning 1-oktyabr sanasidan boshlab O'zbekistonda moped va skuterlarni boshqarish uchun haydovchilik guvohnomasi bo'lishi majburiy etib belgilangan. Ammo bu qaror jamoatchilik orasida bahslarga sabab bo'ldi. Masalan, Xalq demokratik partiyasi guvohnoma talabiga qarshi chiqdi va rasmiy bayonot berdi. Partiya ta'kidlashicha, hozirda 130 ming nafarga yaqin yoshlar velosiped, moped va skuterlar orqali kuryerlik xizmati bilan shug'ullanmoqda. Ularning asosiy daromadi shu soha orqali shakllanadi. Bildirilishicha, kambag'allikni qisqartirish va barqaror ish o'rinlarini yaratish uchun davlat tomonidan ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilayotgan ayni davrda moped va skuter haydovchilaridan guvohnoma talab qilish ularni murakkab vaziyatga solib qo'yadi. Boisi bir qancha yoshlar boqimandalik kayfiyatiga berilmay, o'z mehnati orqali daromad topishga intilmoqda. Partiya vakillari guvohnoma joriy etilishi natijasida 100 minglab yoshlar bir kunda daromadsiz, ishsiz qolishi mumkinligini qayd etib, masalani qayta ko'rib chiqish zarurligini bildirdi. Xalq demokratik partiyasi 1-oktyabrdan moped va skuterlarni boshqarish uchun talab qilinadigan guvohnomani kelgusi yilga qoldirishni, guvohnoma va davlat raqami muddati hamda to'lovlarni qayta ko'rib chiqishni taklif qildi. Partiya O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish xalqaro e'tirofga sazovor bo'lganini eslatib, shu siyosatni davom ettirish zarurligini ta'kidladi. Shu bois deputatlik so'rovi kiritilishini ma'lum qildi.